Salom do'stlar, sizlar bilan Restek Tuzu Xo'sh, bugungi videomizda oddiy survivor qilamiz. Qani bo'lmasa, let's go. Oh my god, biz qorli biyomdamiz-ku. Bu yerda survivor qilish ozroq qiyin, lekin menga hech nima emas. Faqatgina qorga tushib ketishdan tashqari juda ham yomon ko'raman men buni. Biz daraxtlarni urug'ini olamiz kutib. Urug'i. Bizga oddiy urug' ham berdi. Tezroq daraxtni urug'ini ber. Yumshoq beribdi. Bizga daraxt urug'ini ber. Mayli, bo'lmasa ketdik. Biz juda ko'p daraxtlar bor joyga boramiz. Tayga. Shunday deb nomlanarmidi? Xo'sh. Bu yerdan uyqu qursak bo'ladimi yoki ochiq biyom topamizmi, ya'ni qorsiz? Bizga 3 dona qo'y kerak bo'ladi avvalo. Xo'sh, bizga 3 dona qo'y qayerdasan? Qo'ylar. Tovuq. Magi. Bu yoqqa ket, shoshma, qayoqqa shoshyapsan? Bizga qo'y kerak. Mana nihoyat qo'y. Shoshmay tur. 2 3 4 5 6 7 8 tutarda o'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 va qanisan? Qanisan? Qayoqqa yo'qoldi? Mana. 8 9 10 11. 11 da o'ldi bunisi. Bizga esa yana bir dona qo'y kerak bo'ladi. Cho'chqa emas, qo'y. Qo'y qayerdasan? Mana bu yerda qo'yni bo'rilar o'ldirdi. Rahmat, men qochdim. Endi bizni uyimiz har joyda bo'lishi mumkin, chunki bizda bet bor. Va biz uyimizni o'rmonga quraylikmi?
shoshmang, bizda hali tosh yo'q-ku. Demak, biz tosh olishga yer ostiga tushamiz. Bir dona kirka va yotoq. Yo, urug'. Xo'sh, yo, asta. Tosh chiqasammi, yo'qmi? Hoy, tosh chiqasammi? Va nihoyat chiqdi. Bizga bundan bir nechta kerak. Nechta tosh bo'ldi? 6 ta. Chiqaveramiz. Toshdan kirga va bolta demoqchi edim. Bolta. Va nihoyat endi vershtakni olib sayohatga let's go. Yo, killer quyon. Bunga tegishni o'zimga ham maslahat bermayman. Chunki bu juda tez va xavfli. Qayoqqa ketsam ekan? Shoshmang, muz. Bu muzni sindirsak suv chiqadimi? Yo'q. Lekin bunisidan chiqar ekan. Bizda crafting table va ko'plab taxtalar bor. Bizda qayiq bor axir. Yo'q, qayiqani. Qayiqni qanday yasasa bo'ladi? Demak, o'zim yasayman. Craftingda ko'rsatmabdi. Lekin yasay olamiz. Va qayoqqa o'tirib, yo, mensiz qayoqqa ketyapsan? Let's go. Qayoqlargadir. Yo, urildik. Men hech ham qayiqda suzishni yoqtirmayman. Yo, qayoqqa? Lekin tezroq suzadi odamdan ko'ra. Ayniqsa muz ustida juda sirpanchiq. Qayoqqa ketyapman? Yo-mayo. Chanklar ishlamay qoldi, deyapti-yu. Tezroq kela qol, chank. Bu tezlikdan chankam qolib ketdi-da. Yo, qayoqqa? Tezroq, qayoqqadir tezroq. Tun tushyapti axir. Tunda nima qilish kerak? Qo'yish kerak va yotish kerak. Yot, tush. Yot. Va nihoyat uxlab oldik. Endi ertangi kunni qayiqda suzish bilan emas, balki piyoda yuramiz.
Men buni o'ldiraman. Bu yoqqacha. Bolasi ham uradimi? Yoki yo'q. Menga baliq ber. Sen urasanmi? Yo'q. Baliq berasanmi? Menga baliq berar ekan. Let's go. Biz aynalib yuribmizmi deyman-a? Boya chalkashib ketdim. Yoki bu boshqa taygami? Taygamida o'zi nima edi? Qorli biyom. Yo, daraxtni. Menga oddiy biyom kerak, xolos. 1 2 Bu yoqqa ketishni davom ettiramiz. To'xtaymiz, tushamiz. Buni olib va yana let's go. Qayg'imiz qani bizni? Hozirroq ovqat yeb olamiz, ham bo'lsa ham. Yo, ham ovqat yeganimizgami bu? Tezroq qornimiz to'ysin. Va nihoyat orqaroq tiqilib qolibmiz-ku. Oldiga. Yo, butelina, yo. Gup. Urildik. Kirib ketdik ham. Va oldinga. Bu yoq cho'lmi yoki qorli biyommi? Lekin menga farqi yo'q. Endi menga baribir kim qanaqa boqadi? Xo'sh, oldinga. Oldinga va oldinga. Tezroq. Bo'lmasa mana shu taygadan ham uy qurib qo'yamiz. Qorli biyomdan, ya'ni tayga deb boshqa biyomni aytib yormay. Urvordikmi? Qulab qolmasa bo'lgani. Men mana shu yerdan uy quraman. Yer ostidan qursam ekan? Hozircha keyingi videoda tashqaridan quraymi yoki yer ostidanmi? Uyimni qayerga ko'chirasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Men esa hozircha mana shu yerdan kichikgina uy quraman. Va hozircha yashab turaman. Verstagim va o'zimning yotog'im. Bo'lmasa video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Hammaga ko'rishguncha xayr.